isitishdan ko'ra berilgan issiqlikni ushlab turish muhim. Hozirgi kundagi narx-navo oshishi, boshqa tariflar oshishida. Yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Shuning uchun teplik izolyatsiya birinchi darajada. O'sha narsani yo'lga qo'yishimiz kerak. Ana paykani bildim, radiatorni qo'ydim, ishlatdim emas, iloji boricha shu tomonlama ham o'zimizni ishlaylik, tushuntirishimiz, masalan, kamlik qiladigan bo'lsa, so'z boyligimizni oshirishimiz kerak, malaka oshirishimiz kerak. Faqat payka qildik, ketdik emas. Shuning uchun iloji boricha tejamkor uslubni tushuntirib berishimiz kerak. O'shanda sistemamizda radiator soni ham kamayadi, kotyolning kilovati ham kichiklashadi, nasoslarning soni ham kamayadi. Juda tejamkor bu. Masalan, sistemalar bor, oyiga 500-600 ming to'laydi, oddiy 400-500 kvadratli joylar. Joyi bor shunaqa uchastkalar, izolyatsiyali 80 ming, 70, 50 ming to'laydigani ham bor ekan. Bor shunaqa, o'zimizning obyektlarda ham bor. Lekin teplobateriya hisob olmasa, izolyatsiya qilinmasa, qancha bo'lsa shuncha rasxod. U gazli isitadigan bo'ladimi, to'qli isitadigan bo'ladimi, ko'mirmi farqi yo'q. Shuning uchun tepli izolyatsiya chambarchas bog'liq bizning sohaga. Endi tepli izolyatsiyaga masalan bir marta pul ishlatadi mijoz. Bir marta ustaga pul beradi, bir marta mahsulotga pul ishlatadi. Lekin tarif yiliga kerak bo'lsa 2 martalab oshyapti. Shuning uchun ya'ni buni aytmoqchi bo'lganimiz, usta sifatida biz o'z sidqidildan shuni yo'lga qo'ysak, o'zimizga ham rahmat kelaveradi. Menga zo'r qilib bergan ekanman. To'g'ri, boshida qimmatga aylanishi mumkin, lekin uzoq 2 yil pulini qoplab o'tadi. Ya'ni termoglovkalar bilan, kommunitlar bilan qo'yiladigan bo'lsa, bemalol pulini qoplab o'tadi. Bu sizning natijangiz 1 yil, 2 yildan keyin bo'linadi. Kerak bo'lsa, avvalo Allohdan rizq. Mijozlaringiz oshishiga sabab bo'ladi shu narsa. Sababini qilib qo'ylik, sidqidildan ishlaylik, sekin natijasiga kelaveradi o'zi buni. Narx-navoga ham ta'sir qiladi bu. Ertaga o'sha o'rnatib berganingiz ish haqi bir-biriga bog'liq bu narsalar.